Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy Metal kuzatuvchilari. Ushbu darvozamiz turetskiy darvozamiz. Qisqacha material bilan tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz 1.8 lisdan 2 qavatli bo'lgan. Taglari shivillar, ikkita yon stoyka, 30 stoykalar, 10lik brusdan bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz chiroyli qilib nerjika bilan ishlab berganmiz. Darvozamiz ikkita yoni tepasida adnalichkalari bor darvozamizda. Hop, darvozamiz taglari shivillar, razmerlar eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr razmerda tayyorlaganmiz. Kimgaki narx qiziq bo'ladigan darvozamizda ushbu darvozamiz 1.450 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki stonovka qilib beramiz. Bu darvozamizni ham ko'rib bemalol zakaz qilaverasizlar akalar. Navbatdagi darvozamiz taraffason darvoza. Hop, ikkita yoni 10lik brusdan bo'lgan, taglari shivillar, 1.8 lisdan 2 qavatli bo'lgan ushbu darvozamiz. Juda ham 2025-yilda trendga aylangan darvoza bo'ldi ushbu darvozamiz. Xudo xolasa 2026-yil ham shunday qilish niyatimiz bor. Darvozamiz razmerlari eniga 340, balandligi 345 razmerda tayyorlaganmiz ushbu darvozamizni. Kimgaki narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1.350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki stonovka mutlaq bepul qilib, olib borib stonovka qilib beramiz. Hop, keyingi darvoza xuddi shunaqa taraffason darvozamiz. Bu darvozamiz ham ikkita yonlar 10lik brusdan, taglari shivillar, 1.8 lisdan 2 qavatli. Bitta farqi razmeri bilan kraskasida bo'lgan. Razmerlar eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr razmerda tayyorlaganmiz ushbu darvozamizni. Buni ham kvadrat metrini 1.350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki stonovka mutlaq bepul. Keyingi darvozamiz lazer darvoza. Ushbu darvozamizni asakaga yasaganmiz. Xudo xolasa buni olib borib stonovka qilib beramiz. Taglari shivillarda, ikkita yon stoykalari 10/5 profildan bo'lgan. Darvozamiz 1.600 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki stonovka mutlaq bepul bo'ladi. Razmerlar eniga 330, balandligi 345 razmerda tayyorlaganmiz ushbu darvozamizni. Kimgaki xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Budjetli variantdagi darvozamiz shtampofli darvoza, listlari 1.2 listdan tayyorlangan, ichki qismlari 6/4 lik, taglari shivillar, ikkita yoni 8/6 lik profildan bo'lgan. Darvozamiz eniga 330, balandligi 3,5 metr razmerda tayyorlangan. Ko'rib baho beraverasizlar o'zlaring. Buni ham narxini O'zbekiston bo'ylab 600 ming so'mdan dastlabki stonovka mutlaq bepul. Xorazm, Qoraqalpog'istonga o'zini qo'shilib qoladi, chunki yo'l uzoqligi uchun. Yana bitta shtampofni budjetli variantdagi darvozamiz, razmeri eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr razmerda tayyorlaganmiz bu darvozamizni. Taglari shivillar, yon stoykalar 8/6 lik profildan, ichki qismlari 6/4 lik, listlari 1.2 likdan tayyorlangan. Buni ham 1 kvadrat metri O'zbekiston bo'ylab 600 ming so'mdan olib borib stonovka qilib beramiz. Xudo xolasa kraskalariga garantiya, gruntobkadan soch chiroyli qilib qo'yilgan yaxshi zamonlardan jihozlar olib borib stonovkasini qilib beramiz. Keyingi darvozamiz ham budjetli darvoza, 600 ming so'mdan 1 kvadrat metr O'zbekiston bo'ylab dastlabki stonovka mutlaq bepul. Taglari shivillar, ikkita yoni 8/6 lik profildan, listlari 1.2 likdan, ichki qismlari 6/4 lik. Hop, darvozamizni vidi hamma joyi cho'tki bo'lgan, bir kishinikidan qaytib kelgan darvoza emas. Bu darvozamiz ham budjetli variantda yasalangan darvoza. Nomi setkalis, tagi shivillar, ikkita yoni 8/6 lik profildan bo'lgan. Listlarimiz 1.2 lik, razmerlari eniga 330, balandligi 3,5 metr razmerda tayyorlaganmiz. Kimgaki xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar akalar. Hop, so'nggisi trendda bo'lib turgan granit darvoza. Razmerlari eniga 4 metr, balandligi 370 razmerda tayyorlaganmiz. Taglari shivillardan bo'lgan, yon stoykalari 10/100 dan bo'lgan. Darvozamiz 2 qavatli 1.8 listdan tashkil topgan. Kimgaki shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Vodiy Metal jamoasini kuzatib boringlar. Tez orada yangi darvozalarni qo'yib boramiz biz.